O'zbekistonimiz zaminiga, fayzli gulistonimizga Navro'z oram kirib kelmoqda. Hammamiz orzu qilib kutadigan yangilanish va yasharish ramzi bo'lgan ushbu eng ko'hna olijanob bayram bilan siz azizlarimni, butun xalqimizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman va barchangizni ushbu bayram bilan tabriklayman. Bobojon, bugun tumanimizda Navro'z bayrami bo'layapti ekan. Yurtimizda bayram bugun. O'ynaylik, quvnaylik. Oynasin, oynasin. O'ynaylik, o'ynaylik, o'ynab sira to'ymaylik. Tosh xazonda pishar har kun sumalak, qo'shiq aytar qizlar sochlar jamalak, addasadir ko'ylaklari kamalak. Rahmat ko'piklar.